Yana navbatdagi kat yo'llarimiz bitib qoldi. 400, bunisi 300 kvadratli. Bunisi ham 400. Bunaqangi yashiklari bilan bo'ladi hammasida. Bunisi ham 300 kvadratli. Ularni egalari kutib turibdi. Ikkita miltichaga, ikkita g'ijdonga. Xudo xolasa jo'natib yuboramiz. Shu yig'ish jarayoni ketyapti hozir. 300 kvadratligimizda garajga shunday ko'rinib turadi. Mana shunday holatda. 400 kvadratimizda bu joyi yopiq. Ichidan ko'rinib turadi. Qo'yganlari ham pashta yo'q, kraskani kutib turibdi. Yana navbatdagi kat yo'llarimiz bitib qoldi. 400, bunisi 300 kvadratli. Bunisi ham 400. Bunaqangi yashiklari bilan bo'ladi hammasida. Bunisi ham 300 kvadratli. Ularni egalari kutib turibdi. Ikkita miltichaga, ikkita g'ijdonga. Xudo xolasa jo'natib yuboramiz. Shu yig'ish jarayoni ketyapti hozir. 300 kvadratligimizda garajga shunday ko'rinib turadi. Mana shunday holatda. 400 kvadratimizda bu joyi yopiq. Ichidan ko'rinib turadi. Qo'yganlari ham pashta yo'q, kraskani kutib turibdi. Yana navbatdagi kat yo'llarimiz bitib qoldi. 400, bunisi 300 kvadratli. Bunisi ham 400. Bunaqangi yashiklari bilan bo'ladi hammasida. Bunisi ham 300 kvadratli. Ularni egalari kutib turibdi. Ikkita miltichaga, ikkita g'ijdonga. Xudo xolasa jo'natib yuboramiz. Shu yig'ish jarayoni ketyapti hozir. 300 kvadratligimizda garajga shunday ko'rinib turadi. Mana shunday holatda. 400 kvadratimizda bu joyi yopiq. Ichidan ko'rinib turadi. Qo'yganlari ham pashta yo'q, kraskani kutib turibdi.